Assalomu alaykum. Botiniy qudratlari kanalimizning aziz muxlislari. Sizlar bilan bugun shukronalik mo'jizalari treningimizni birinchi darsini ham boshlaymiz. Shukronalik hozirgi kunda sir emas, juda ko'p mo'jizalar sodir qilishi hamma guruhlarda, hamma kanallarda hozirgi kunda shukronalikning mo'jizalari haqida juda ko'p yaxshi so'zlar, hikmatli iboralar bor. Aynan shukronalikni mo'jizalar sodir bo'lishi uchun ba'zi bir texnikalarni bajarganda o'zida siz xohlagan natija bermasligi mumkin. Lekin ustoz bilan bajarib, qadam-ba-qadam ishlaganda siz xohlagan natijani olishingiz mumkin. Shuning uchun shukronalikni qay tartibda, qanday qilib, his qilib bajarish juda ham muhim. Shukronalik biz kutmagan natijalarga olib chiqadi. Butun dunyo xalqlari, butun dunyo insonlari shukronalikning bu sehrli kuchidan juda ham foydalanishadi. Sizlar bilan hayotimizda mo'jizalar sodir bo'lishiga tayyormizki, mana shu kursni boshlayapmiz. 28 kun davomida hayotingizda o'zingizning qo'ygan orzularingiz, maqsadlaringiz, har bir kuningizning barakasi ko'payib borayotganligini his qilasiz. Shukronalik bor joyda yaratilish bo'ladi. Shukronalik bor emas joyda yaratilish bo'lmaydi. Shuning uchun ham sizlar bilan ushbu treningda o'sib, ulg'ayib, hayotimizga mo'jizalar kirib keladi. Demak, bizning birinchi darsimiz sizning orzularingiz qanday deb nomlanadi. Ko'pgina sehrli kuch amaliyotlari orzungizni amalga oshirishga ishlab chiqarilgan. Shu bois siz uchun nima istashingiz haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Kompyuter yoniga o'tiring yoki qo'lingizga ruchka qog'oz oling va hayotingizning har bir sohasida siz haqiqatdan nima istashingizni ro'yxat qilib chiqing. Har bir detalni, kim bilan bo'lmoqchisiz, hayotingizda nima qilmoqchisiz, nimalarga ega bo'lmoqchisiz, o'z munosabatlaringizda, martabangizda, moliyada, sog'liqda va muhim bo'lgan har bir sohada o'ylab ko'ring. Aniq, batafsil, sizga yoqadigan bo'lsin. Ammo yodingizda bo'lsin, sizning vazifangiz shunchaki istagan narsalaringizni sanab o'tish, qanday olmoqchiligingiz emas. Ular shukronalikning sehrli kuchidan qanday foydalanishingizga qarab beriladi. Agar yaxshiroq ishni yoki orzuyingizdagi ishni istasangiz, bu ishda bo'lishi kerak bo'lgan hamma narsa haqida o'ylang. Sizga muhim bo'lgan narsalar, siz qilmoqchi bo'lgan narsalar, siz qilmoqchi bo'lgan ishning turi, ish paytida o'zingizni qanday his qilmoqchiligingiz, siz qilmoqchi bo'lgan, ishlamoqchi bo'lgan kompaniya, birga ishlaydigan odamlar, ishingiz qayerda joylashgan, necha soat ishlamoqchisiz, batafsil yaxshilab o'ylab ko'rib yozing. Agar sizga bolalaringiz ta'lim olishlari uchun pul kerak bo'lsa, ta'lim detallarini o'ylang. Shu jumladan bolalaringiz qaysi maktabga borishini istaysiz, qancha mablag' kitoblarga, oziq-ovqat mahsulotlarga, kiyim-kechak va transportga ketish haqida o'ylab, shuncha pul kerakligini aniq biling. Agar siz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bormoqchi bo'lgan mamlakatlaringiz detallarini yozing. Qancha vaqt, nimani ko'rmoqchisiz va nima qilmoqchisiz, qayerda to'xtamoqchisiz va sayohat uchun mablag'.
Agar siz ideal sherik istasangiz, u qanday odam bo'lishi kerakligi haqida barcha detallarni yozib chiqing. Agar siz munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, qaysi munosabatlarni yaxshilamoqchi ekanligingizni va ulardan nima istashingizni yozing. Agar siz sog'lom bo'lishni, organizmingiz ahvoli yaxshilamoqchi bo'lsangiz, siz nimani yaxshilamoqchi ekanligingizni yozing. Agar siz orzularingizdagi uyni olmoqchi bo'lsangiz, har bir xonadagi jihozlarni xonama-xona sanab batafsil yozing. Agar siz istagan aniq jihozlar bor bo'lsa, sanang. Avtomobil, kiyim yoki texnikaning barchasini yozing. Agar biror narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, masalan, imtihonlarni topshirish, daraja olish, sportdagi maqsadlar, musiqadagi, shifokorlikdagi, yozuvchilikdagi, aktyorlik, o'qish va tijoratda qayerda ro'yxat tuzing, ularni yozib qo'ying. Men o'z orzularingiz ro'yxatini qat'iy ravishda tavsiya qilaman. Unga mayda va katta narsalarni bugungi, ertangi kundan, oydan, yildan nima istashingizni yozing. Yana ko'proq narsalarni o'ylab topsangiz, ro'yxatingizga qo'shib qo'ying. Narsani olishingiz bilan ro'yxatdan o'chiring. Bu rag'bat hissi deyiladi. Ro'yxat tugashining eng oddiy usuli, ro'yxatni tuzishda eng oddiy usuli, uni toifalarga bo'ling. Salomatlik va tana, moliya, munosabatlar, shaxsiy xarakterdagi istaklar, moddiy mulkiy narsalar. So'ng o'z istaklaringizni shunchaki qo'shib turing. Siz o'z hayotingizni o'zgartirmoqchi yoki kelajakda eng qiziqarli va maroqli sarguzashtlarni boshlamoqchi bo'lsangiz, shukronalikning kuchini aniq yo'naltiring. Men taqdirimga shukronani boshlashim bilan hayotim boshqacha tus oldi. Will Nelson, qo'shiqchi, qo'shiqlar muallifi. Siz o'z shukronaliklaringizni biror narsaga bildirayotganingizda, uni eslab qolishingiz kerakligi haqida gapirganingizni eshitgandirsiz. Ammo siz ehtimol tushunmagandirsiz. Shukronalik amaliyotingiz sehrli kuchi qachondir hayotingizni o'zgartirib yuborishini bilmassiz. Siz qanchalik kam bo'lsa-da, bor narsangizga shukronalik keltirganingizda, siz uning birdaniga oshib ketganini ko'rasiz. Agar siz ozgina bo'lsa ham pulingizga minnatdorchilik bildirsangiz, ularning mo'jizaviy tarzda ko'payib borayotganligini ko'rasiz. Agar siz munosabatlar uchun, hatto ular havas qilgudek bo'lmasa ham minnatdor bo'lsangiz, ularning yaxshilanganligini ko'rasiz. Agar siz bor bo'lgan ishingiz uchun, hatto orzungizdagi ish bo'lmasa ham minnatdor bo'lsangiz, ular o'zgaradi. Ishingiz yana va yana yaxshilana boshlaydi. Ishlashingiz uchun hamma imkoniyatlar paydo bo'ladi. Teskari tomoni, agar biz shukronalikni hisoblamasak, biz bexosdan salbiy narsalar hisobi tuzog'iga tushib qolamiz. Biz yomon narsalarni gapirayotganimizda ham, tanqid qilayotganimizda ham, odamlarning aybini qidirayotganligimizda ham, biz o'z navbatida kutish, pul yetmasligi yoki ob-havodan shikoyat qilganimizda ham, biz bo'lmagan narsalarga norozilik bildirayotganimiz hisobini olamiz. Biz salbiy narsalarni hisoblayotganimizda, ular ham o'shadi albatta. Har bir salbiy daqiqa uning yo'lidagi shukronalikni yo'q qiladi. Men ikkala tomonni hisobladim. Minnatdorlik va salbiy narsalarni
shuni ishontirib ayta olamanki, shukronalikni hisoblash bizning hayotimizda to'kin sochillik bo'lishini yagona usulidir. Sizning minnatdorchiligingizni hisoblayotgan vaqtda yutqazganingiz o'z muammolaringiz hisoblayotganingizdagi minnatdorlikni yo'qotganlikdan ko'ra yaxshiroqdir. Malbi Babcock, yozuvchi va ruhoniy. Birinchi ish ertalab yoki kun boshida siz qachon qila olsangiz o'z shukronaliklaringizni hisoblang. Siz ro'yxatni qo'lingizda yozishingiz yoki kompyuterda kiritsangiz ham bo'laveradi. Yoki daftar yo jurnal yuriting. Hamma minnatdorchiliklaringiz ro'yxatini bir joyda saqlang. Bugun o'z hayotingizda shukronalik keltirgan oddiy 10 ta minnatdorchiligingiz ro'yxatini qiling. Einstein minnatdorlik bildirganida minnatdor narsalarga, odam va vaziyatga minnatdor bo'layotganligi haqida o'ylayotganingizda, nima uchun aniq narsalar va odamlar, vaziyatlar uchun minnatdorchiligingizni o'ylasangiz, minnatdorlikni chuqurroq his qilasiz. Yodingizda bo'lsin, minnatdorlik sehrli kuchi sizning hissiyotlaringiz chuqurligi bilan mos ravishda keladi. Shunday tarzda ro'yxatingizni har bir bandida nima uchun minnatdorligingiz sababini yozing. Mana ro'yxatni yozish uchun ba'zi bir fikrlar. Men nima uchun? Sog'lomligim uchun juda minnatdorman. Men shunday baxtli va minnatdormanki, butun tana a'zolarim sog'lom. Men judayam erkinman. Nimaga deganda, sog'lom bo'lsam, men chin dildan minnatdor bo'laman. Chin qalbimdan rahmat. Nimaga deganda, men butun hayotimda har bir vaziyatni, har bir ishimni, har bir qilayotgan harakatimni o'zim bajara olyapman. Siz ro'yxatingizda 10 ta minnatdorchilikni tugatganingizdan so'ng har birini ichingizda yoki ovoz chiqarib o'qing. Har bir minnatdorchilikni oxiriga kelganingizda sehrli kuch so'zlarini 3 marta ayting. Shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiraman. Imkon boricha minnatdorlikni ko'proq ayting va his qiling. Siz o'zingiz minnatdorchiligingizni ko'proq his qilishingiz uchun koinot, Alloh, ruh, mehrga, hayotga bo'lgan ishonchingizni yoki sizni tortayotgan sehrli kuchdan minnatdor bo'ling. Bevosita kimgadir yoki nimagadir minnatdor bo'lsangiz, uni ko'proq his qilasiz va sizning minnatdorligingizni ko'proq kuch to'playdi. Sizga yana ham ko'proq sehrli kuch yaratib beradi. Mana nima uchun qadimgi va ilk madaniyatlar o'z minnatdorligini bildirish uchun quyosh kabi timsollardan foydalangan. Shunchaki ular jismoniy tasavvur yordamida barcha ne'matlarni tasavvur qilishgan va o'zlarida ko'proq minnatdorlikni his qilishlari uchun shu timsolga diqqatlarini jamlashgan. Sizning minnatdorlik amaliyotingiz hayotingizni o'zgartirishi uchun shu darajada oddiyki, shu darajada qudratliki, men minnatdor bo'lgan 10 ta narsangiz ustiga 27 kun davomida qo'shimcha ravishda davom etishingizni istayman. Balki siz 10 ta minnatdor bo'lgan narsalaringizni qiyin deb o'ylagan bo'lsangiz, shu haqida qanchalik ko'p o'ylasangiz, shunchalik ko'p marta minnatdor bo'lishingiz kerakligini bilasiz. O'z hayotingizga diqqat bilan qarang. Siz har kuni qancha ko'p olasiz va olishni davom etasiz. Haqiqatan minnatdor bo'lish mumkin bo'lgan narsalarimiz ko'p.
o'zingiz, oilangiz, do'stlaringiz, ishingiz va uy hayvonlaridan hattoki minnatdor bo'lishingiz mumkin. Siz quyosh, suv ichayotgan narsaga, oziq-ovqat, nafas olayotgan havoga, ularning bittasi bo'lmasa yashay olmasdingiz axir. Siz daraxtlar, hayvonlar, ummonga, quyoshga, qushlarga, gullar, o'simliklar va zangori osmonga, yomg'ir va yulduzlarga, oyga va bizning ajoyib sayyoramiz Yerga minnatdor bo'lishingiz mumkin. Siz 5 ta sezgingiz, ko'rayotgan ko'zlaringiz, eshitayotgan quloqlaringiz, og'zingizga mazalarni, burningizga hidlarni ajrata olganligi uchun, teriga sezish imkonini berganligi uchun minnatdor bo'ling. Siz oyoqlaringizga yurganligi uchun, qo'llaringizga ishlaganligi uchun, ovozingizga o'zingizni ifoda etishga va boshqalarga muloqot qilishga imkon berganligi uchun minnatdor bo'lishingiz mumkin. Shukronalikning sehrli kuchi uni sababi bilan his qilganingizda ortadi. Aql shunday keng qamrovliki, uning anglaganlarini barcha kompyuter tizimi qamray olmaydi. Siz minnatdor bo'lishingiz mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlarni eslatadigan buyumlar ro'yxati. Bunga siz istagan, hozirda muhim bo'lgan yerda yo'qlarini qo'shishingiz mumkin. Bu yerda yo'qlarini qo'shishingiz mumkin. Minnatdorlik uchun sehrli kuch yo'nalishlari. Masalan, salomatlik va tana, ish va muvaffaqiyat, pullar, munosabatlar, baxt, muhabbat, yer, havo, suv va quyosh sayyorasi, moddiy buyumlar va xizmatlar. Istagan buyum, bu sizning tanlovingiz. Siz minnatdorlik hisobotini o'tkazganingizdan so'ng o'zingizni qanchalik yaxshi va baxtliroq his qilishingiz kerak. Siz o'zingizni qanchalik yaxshi his qilsangiz, bu minnatdorlik tuyg'ularingiz me'yoridir. Qanchalik ko'proq minnatdor bo'lsangiz, o'zingizni shunchalik yaxshi his qilasiz va shunchalik tez hayotingiz o'zgaradi. Ba'zida siz o'zingizni darrov yaxshi his qilasiz, ba'zida ko'proq vaqt ketadi. Ammo agar o'z minnatdorlik hisobotini olib borishda muntazam davom etsangiz, unda siz odatda o'zingizni his qilgandan ham ko'proq farqni sezasiz. Mo'jizalarga e'tibor bera boshlaysiz. Sehrli kuch eslatmasi. Sehrli kuch so'zlarini ertalab, kun bo'yi aytishni unutmang. Erta kelmasidan siz bironta aniq ishni bajarishingiz kerak. Birinchi sehrli kuch amaliyoti. Shukronalik keltirishni tartibi. Shukronalik keltirish ertalab uyg'onganingizda, darrov o'rningizdan turganingizda o'zingizdan minnatdor bo'lgan 10 ta narsani sanang. Nimaga siz ulardan minnatdorsiz? Ro'yxatga qayting. Ularni ro'yxatini tuzing va uni ichingizda va ovoz chiqarib o'qing. Siz har safar minnatdorlikni oxiriga yetib borganingizda sehrli kuch so'zlarini ayting. Shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman. Va uning uchun qancha imkoniyat bo'lsa, shuncha ko'p takrorlang va minnatdorlikni his qiling. Har kuni ertalab birinchi 3 qadam sehrli kuch so'zlarini ayting. Keyingi 27 kun davomida buni takrorlang. Ertangi sehrli kuch so'zlarini o'qing. Sizni hozirgi minnatdorligingiz ta'siri o'tmishdagi baxtsizliklaringizdan ko'proq foydaliroqdir. Charles Dickens